Hurmatli foydalanuvchilar, bu video qo'llanmada fuqarolar tomonidan mobil ilova orqali yuborilgan murojaatlarni mahalla yetkiligi qay tartibda ko'rib chiqishini o'rganamiz. Fuqaro tomonidan yuborilgan murojaat dastlab chat menyuning kelib tushgan bo'limiga va yetkililikka murojaat qismiga tushadi. Yetkililikka murojaat qismiga kirganimizda yuqorida barchasi yangi kelganlar tasdiqlashda bajarilgan, qayta ishlashga yuborilgan, rais tomonidan bajarilgan statuslar turadi. Dastlab yangi kelganlarga bosamiz va ushbu joydan murojaatni ustiga bosadigan bo'lsak, murojaatni qaysi fuqaro yuborgani va ushbu fuqaroning ma'lumotlari hamda muammo turi nimada ekanligini belgilab yuborgan bo'ladi. Shuningdek, qo'shimcha sifatida fayl ham biriktirib yuborishi mumkin. Ushbu murojaat mahalla raisiga tushgan bo'lib, javob berish tugmasini bosish orqali murojaatga javob berishi mumkin. Izoh tanlaydi va qisqacha izohni qo'shimcha sifatida yozishi mumkin. Shuningdek, fayl yuklash tugmasini bosib, ushbu fuqaro bilan uchrashgani haqidagi foto yoki qandaydir faylni biriktirishi mumkin bo'ladi. Hamda saqlash tugmasi orqali ushbu javobni fuqaroga yuboradi va ushbu murojaatimiz rais tomonidan bajarilganligi uchun rais tomonidan bajarilganlar qatorida turadi. Agarda yangi kelganlar ichida ushbu holatdagi murojaat bo'ladigan bo'lsa, ushbu murojaat fuqaro tomonidan soliq inspektoriga yuborilganligi uchun mahalla raisida bu murojaatga javob berish imkoniyati bo'lmaydi. Eslatib o'taman, har bir yettilik vakillari o'zlarining profiliga kirganda chat menyuda kelib tushgan bo'limi mavjud bo'lib, unda yettilikka murojaat hamda ijtimoiy mahalla murojaati bo'limlari mavjud bo'ladi. Bu bo'limlar orqali kirib, yettilik vakillari barcha kelib tushgan murojaatlarga javob berishlari mumkin.